Assalamu aleyküm bütün dünyadaki kırındaşlar, yaxşımısılar. Men bugün sizlerge her kim gap qilishga deyishga petananmayotgan, qo'rqayotgan, ammo haqiqat bo'layotgan so'zlarni so'zlamoqchiman. Suyumli qarindoshlarimiz, hech kundan oldida yana biz yashayotgan yerda ikki dona Uyg'urniki tutilganlik xabari keldi. Bularni Xitoyga evatibtami degan qo'rqinchda torlarda xabar tarqayotidu. Ammo lekin bu iki Uyg'ur kim o? Nima sababdan tutildi? Bunun hech qanday xabari yo'q. Mana mushunda xabarlar necha kundan beri tarqayotidu. Necha yildan beri tarqayotidu. Necha yilgan Uyg'urlar tutilayotidi, ham quyab pirilayotidi, nechasi yo'qolib ketib boradi. Mana mushu dunyodagi bütün Uyg'urlarimiz deydigini, bularni Xitoydan qo'rqaydigan kichik davlatlarda yashayotganlar, xuddi O'rta Osiyodek, ba'zi arab davlatlaridek yashayotganlar, hammanglar chuqum tutilib ketsanglar, shu hamon chuqum torlarga chiqaringlar. Tunish bilishlaringlar, tuqqanlaringlar bo'lmasa, Kemiyani Abduveli Bug'raga bütün xabarlaringni evatinglar. Men sizlarning hammanglarning tunishi va tuqqani bo'lib, sizlarning xabaringlarni taqdiman. Çünkü hiç qanday igichaqsiz bo'lgan Uyg'urlardan nechisi ba'zi davlatlardan Xitoyga evatilib etilmoqda. Buni Xitoyga evatilgandan keyin xabar topilmoqda. Hammanglarga ma'lum. Albatta chet eldan Xitoyga majbur evatilgan Uyg'urlarning oqibati nima bo'ladi? Yoki o'lim bo'ladi, yoki turmaga kirib, shu turmada chirib, zulm ko'rib, o'lish yoki yo'qosh bo'ldi qarindoshlar. Şunun için buna sel qaramanglar. Her kandaliki bir Uygur, meyli türme olsun, meyli göcüdarsı olsun, şıhtın kirgen aman bunu çukum etrafka yayıtiş gerek. Bu yayılgandayken şu devlet halkaradan hem şu medyadan halkarada yüzünü uçup geçirden korkap mecbur onu Xitoyga evatmaydi, hiç olmaganda yak olmasa kuyap bırıdı. Bunun için bizdeki bir yol menişimizga bir sebep tuğuladı. Ama hiç kimde demesenler, hiç kimde materyal bulmasa, sizler Xitoyga ketsanglar, elbette biz hiç çıkıp bilemeyiz. Şunun için her bir Uyg'urninki saqlanıp kelishi, salomat turishi, tinch amani yashashi biz uchun intoyin muhim. Suyumli qarindoshlarimiz, nima uchun bu shundoq har chet ellarda tutilgan Uyg'urlarning soni tugamaydi, oxiri tugamaydi? To'xtamay Uyg'urlar 1dan 2dan 3dan 4dan tutilib ketadi. Bunun intayin aniq javobi bor qarindoshlar. Chunki mana shu biz yashayotgan davlatga o'xshash har bir davlatda kommunist tajovuzchi Xitoyninki munofiqlari bor. Bu munofiqlar faqat kommunist Xitoyga ishlamaydi. Kommunist Xitoyga ishlagan bo'lsa edi, bu kadar ishlarida ya'ni utuq qozonmagan bo'ladi. Neçiligen Uyg'urlarni boshqa davlatning turmalariga sulutalagan bo'lmaydi. Sebep nima? Çünkü bular bir yandan Xitoyga ishlasa, yana bir yandan şu o'zi yashayotgan davlatninki istihbarotiga ishlaydi. Bu yashayotgan davlat ularni o'ziga ishlayotidi deb o'ylaydi-yu, amaliyotda ular Xitoyga bekrak ishlaganlik uchun shu davlatning ishonchiga erishgandan keyin shu davlatdagi yaramliq bo'lgan, vatanga, millatga yaramliq va foydasi bo'lgan, kommunist Xitoyga qarshi bo'lgan, mayli qaysi sohadagi, mayli olim bo'lsin, ziyoli bo'lsin, boy bo'lsin, kommunist Xitoy uchun xatarlik deb qaraladigan, albatta hamma Uyg'ur xatarlik hozir, munofiqlardan boshqa har bir Uyg'ur mana 1dan 2dan 3dan 4dan tutib, sulaydi yoki shu Xitoyga evat aketish uchun Xitoy harakat qiladi. Mana bu ishda intayin diqqat qilmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Biz chet elga chiqib ana shuni his qildik. Biz chet elga chiqib 2 yilgacha bu da'voga hatto chiqishga jasorat qilolmadik. Nima uchun? Chunki bu tajovuzchi kommunist Xitoyning munofiq jasuslari faqat xalqning ichida emas. Yushurun resimga tortadigan, yushurun ovoz oladigan, xalqning ichiga chirab oladiganlar emas. Meni namoyish sepib uning orasiga chirab oladiganlar emas. Balki shu xalqningki, ba'zi jamiyatning, ba'zi tashkilotning beshigamu Xitoy o'zining odamlarini qo'yganlik uchun, hamma yerga o'zining odamlarini qo'yib qo'yganligi uchun biz şu munofiqni, to'g'risini, haqiqiy vatan uchun, din islom uchun, vatan millat uchun xizmat qilganlar arigandan keyin biz bu da'vo kerakli deb avval bularni kuzatdik qarindoshlar. Bu kuzatish jarayonida ajoyib aqlga yetmaydigan, aql sig'maydigan, insonlar aslo gumon qilib boqmaydigan insonlar nima bo'ldi? Xitoyninki jasurlab chiqdi qarindoshlar.
Kögününlerdik yakında Türkiye'de 6'ga yakın Xitayca tutuldu. Bunun aldı 15 yıl, keyin 6 yıl kesildi. Bular neymiş kılattı? Bular Türkiye'de, bular İstanbul'da mühim sözü derneklerde hizmet kılattı. Bunun aldığını bir dedik ha. Bulanın kulada bütün İstanbul'daki kıyınçılıktaki bular mutul ayal yetim bolsun nurgullan Uygur ailelerinki tizimlik vardı. Üye yatırgan, kupudgan yerden tartıp, iqtisadi ahvaldan tartıp hemmeni şu derdek cemiyetle tizimlap koygan idi. Bu materyallar hemmesi nim boldu? Vatanga yani Xitoyga ketdi qarindoshlar. Shuning bilan bular shu isbot dalillan Turkiyada tutdi, suladı. Nima uchun bularning katabaşlarini tutmadi? Sebep nerede? Sebep çünkü mana mushularning katabaşları bir yandan Xitoyga, bir yandan o'zi yashayotgan davlat ishlaganlik uchun şu devlet deydi ki ya Xitoyga tu, ya bizga tu. Türkiye'de bir söz var, racon kestireydigan çok qarindoshlar. Mana şu tallash. Navaçende Xitoyga turib qalsa, ondan surat egil. Yo'q, men sana ishlaytim. Ben xato qildim deb xatosini tunib qalsa, bulardan foydalanadi, xilovat qiladi. Ammo buning zararini kim tortiydi? Yana silvalan biz tortiymiz qarindoshlar. Shuning uchun suyumli qarindoshlarimiz mana shu munofiqlardan hazar eylaydi. Bularni qanday qilganda yo'q qila olamiz? Bularni qanday yo'q qila olamiz? Tarixdan buri har qandayki bir davlat qurilishdan burun xalqning ichidagi boylari, ziyolilari, yaramliqlari kimga destek vergan? Şu o'zining xalqining ichidagi yagona eng sog'lom degan bir raisga destek bergan qarindoshlar. Ammo bizda bu ish yo'q. Biz buning zararini tortyapmiz. Qanday bizda bunday ish yo'q? Biz birlarimiz o dernekka, birlarimiz bu jamiyatga, birlarimiz A hukumatga, birlarimiz ma hukumatga. Onun buna destek verip çağırdığı vaqtida hammamiz bir-birimizga qarshi kuchlilik talashadigan, maqam talashadigan, bakanlık, vekillik talashadigan, hukuk talashadigan, hatta yetmaganda Xitoy kimga destek versa shunga destek beradigan ish avjab ketdi qarindoshlar. Shuning bilan bu guruhlar, bu tashkilotlar birlish uyoqda bo'lsin, nech poch bo'lib ketib bordi. Buning sababchi bo'lgan kimlar? Faqat tashkilot, dernek, jamiyatning beshiklar emas. Bu shularga destek berayotgan, pul yurayotgan qarindoshlar. Muşu yakında sizlarga eng muhim bo'lgan ishdan birini deyman qarindoshlar. Pokistondan İstanbul'daki ma'lum dernekka, sizlar eng cho'ng biladigan, deganim İstanbul'da eng cho'ng dernek jamiyatda biladigan hayvon chiroy, insonga o'xshamaydigan shu dernekning boshlig'iga 40 milyon dollar yordam kelgan qarindoshlar. 40 milyon dollar. Nereden kelgan? Pokistondan kelgan qarindoshlar. Pokiston qaya Xitoyning eng ittifoq qo'ygan, Xitoy bilan eng yaqin bo'lgan, Xitoyning eng yaqin do'sti bo'lgan, ya'ni shu Xitoyninki birdan bir podak bo'lgan davlat. Pokistondan yashagan Uyg'urlarni Xitoyga yetkazganligini obdan bilsalar. Ba'zi Uyg'urlar meyli Türk vatandosh, meyli Xitoy vatandoshini Pokistonga bag'anama Xitoyga yo'llaydi o'yo, ammo u yerda ba'zilar dernek ochib, jamiyat ochib, faoliyat qilib Xitoyga qarshi qila oladi. Ammo Pokiston cheklanmaydi. Nima uchun? Xitoyning istixborotini eng muhim odam bo'lganligi uchun. Mana shu odam Xitoy mushular orqali ana shu dernlik boshlig'i 40 milyon dollar akagan deydi qarindoshlar. Belki ishli xabar. Yana biz qarindoshlar mushu chet elda hamda 4-5 hukumat ulab ketdi. Kommunist Xitoylar har qanday narsani saqchi yasaydi. Mashinaning, telefonning, men har qanday narsaning, hozir odamning saqchini yasadi. Ayollarning, qizlarning, erlarning olsun, o'xshab qoladigan insonga asham saqchisini yasab setib qarindoshlar. Shunga o'xshash hukumatning saqchisini yasab. Ha? Nim deymiz, milletvekili olsun, bakan bo'lsin, cumhurbaşkanı bo'lsin, bunun saqchisini yasab chet elda hamma narsa 3-4 minister, 3-4 bakan, 3-4 reis qilib etdi. Shuning bilan xalq deganda haqiqiy sog'lom bir reis bo'lsa, qoziq ishishi bilan meydan qilib etdi. Xuddi bozorga borganlarmi qaysi malni elishi bilmay Xitoyning meni azan kelib saqta malni ep qo'ygandek, Xitoyning o'zi chiqargan shu saqta reislarning orqasiga menga ketib, xalqimiz 70 yildan beri mana buning dardini tortib o'tadi. Shuning uchun Xitoyning meliq dunyo aldanigandek saqta reislarga aldanmaydi qarindoshlar. Ana shu hukumatlarning birisiga O'zbekistondan pul kelganligini oldi qarindoshlar. O'zbekiston qaya? O'zbekiston bizning tabi o'zimizning qon qarindoshi, din qarindoshi, hatto bizga yaqin davlat. Ammo lekin ularning beshiriklachi, reislarchi Xitoy bilan eng yaqin bo'lgan. Hatto O'zbekiston Xitoyning bir viloyati holatiga kelib qolgan bir davlat. Misal Xitoy pasporti va har qanday Uyg'ur ansirab O'zbekiston kelinmaydi. Shu yerdagi Uyg'urlarmi at ko'k bayroq ko'tarib talaga chiqolmaydi. Mayli Qirg'iziston, Qozog'istonga o'xshash.
Navaçendi şu yerde Uygur tecavüz Xitay karşı me Tacikistan, Türkmenistan'da olsun. Biz Türkiye'de kıyğançılık bir dava kılıp kalsakçı hemen tutup Xitay'a gıybet yutudu. Aşındak bir devletin Xitay'a karşı davatkan sözde bu hükümetlerge kandak iqtisadi yardım kelsin. Çünkü Xitay bevosita bermeydi. Man Özbekistan orqali, Pokiston orqali o'zining munofiq jastirga iqtisod yuribdi qarindoshlar. Şunun bilan bulatçı degende ya iştani kapatmay o'tiravatgan ishxonasiga patmay mana da'vogacha so'zi da'vo qilayotgandek ko'rinib da'voga buzg'unchilik qiladi. Bundan xizmati nima? Bular hamma odam tajovuzchi Xitoyga dal vaqtida hujum qilsa, bular kommunist Xitoy shanba yakshanba dam olish kunlari konsuliyasiyaning oldiga berib so'zni namoyish qilib qo'ydi. Konsuliyasiyaning oldida birma Xitoy yo'q. Bular nima ish qiladi? Bular maxsus xalqni bo'ladi. O teşkilat, bu teşkilatda xalqimizning birligini buzdi qarindoshlar. Bularning maqsadi Xitoyga qarshi amaliy harakat bo'lsa, buning oldini to'siladi. Mushu tajovuz Xitoyga qarshi amaliy harakat qilaman deb chet elga chiqib, mujohid bo'lib, qurol ko'tarib jang qilamiz degan ne askarlarimiz bor, ne fidokorlarimiz bor. Alloh yo'ldiki, mushu o'zi din, vatan, millat uchun o'zining mushu suyumlik bilsin, jini fido qilgan qarindoshlarni uchun kommunist Xitoyga ish qildirmaslik uchun oldini to'sa, ularni aldab saxta mollaları, birilerini o tağda, birilerini bu tağda, birileri o de, birileri bu devlette. Xitoy bir yanını qilib başka devletlerini, Amerika, Avrupa'nın başka devletini kafir deb tıllat qızıp, ularning vaqtini elib, nurg'unlagan insonlarni shu yerda şiitlik banasini o'ttirib, xotinlarini tul, bolalarni yetim qilib, vayron qilib bitiradi. Asıl bu qarindoshlar, vatandagi shu eng mazlum, eng zulm mushriki, kuffarning qo'lida izlayotgan shu xalqni qutqizaman degan maqsad chiqqan qarindoshlar edi. Allah ularning niyatiga loyiq mukofotlaydi albatta. Suyumda qarindoshlarimiz shu sababdan deydiganimiz Xitoy destek beradigan, Xitoy qo'llaydigan emas, aql ko'zimizni ochaylik qarindoshlar. Biz yana to'g'ri yo'ldan mangmasa, bu jaholatda, bu zulmda, bu kulfatga ketaveramiz qarindoshlar. Hammanglar bilganinglardek bizning tarixda qilgan jinoyatimiz bu yo'q emas. Sharq Turkiston islom jumhuriyatidan iborat biz go'zal jumhuriyatni qurib bergan sobit ta'minlamni şu çağda öz kulu bilen tutub bergenlermi? Şu bizning içimizdeki munofiqlar qarindoshlar. Şu Abdülkadir Demirlanga o'xshash bütün xalqimizni jaholatdan uyg'otgan şu katta olimimizni, şu chaq asli reis bosh tegishlik odamnimi bir kechada o'tdaganmi? Şu içimizden chiqqan so'z emazin munofiq qarindoshlar. Vatanimizda Uyg'ur ma'rifini tunji yo'l qo'yib, Uyg'urlarni uyg'unchiga sababchi bo'lgan Mamtili Tevfikmi 4 tane Hüseyin Malkut'ta vargan Xitay uydan kötürüp etçik etse, şöyle qarab o'ttag'anmi, yig'lab turib, manqisini eqitqanmi, şu sözde içimizdeki Uyg'urlar qarindoshlar. Yani biz olimlarimiz, ziyolarimizni asla qabul qilmagan. Hatta yaqinqi tarixdagi Qur'oni Karimni Uyg'urcha tarjima qilib bergan. Bütün xalqimizga islomni, din islomni haqiqati bilan o'rganishga sababchi bo'lgan. Yaqindagi bütün olimlarni, diniy olimlarni ustoz desam bo'ladigan Muhammad Salih Damollam shiirimizni bichon Jutudan ağır patkızımı çıkarıp etken mi? Yani şu içimizdeki milli münafık Uygurlar qarindoshlar. Muşunun o'xshaydigan nurg'unlagan misollar var suyumli qarindoshlar. Hatta şu sen Mahsumdek kommunist tajovuz Xitoyga qarshi jihad qilib vatanimizni mustaqil qilaman deb jinni hayotini fido qilib kech kunduz hayoti bilan tajovuz Xitoyga kurash qilaman deb o'ttirgan şu komandanni o'ttirib etganmi? Şunu çekip koyganmı, ne dikerlikleri Xitoyga dep koyganmı? Şu içimizdeki, aramızdaki şu milli munofiqlar qarindoshlar. Asem Mahsumning neslini qurtib etdi. Ne xotni, ne ballar qoldi qarindoshlar. Yani şunu tillaydiganlar bu. Allah ıslah qilsin deyman. Hem şununga o'xshash qarindoshlar chet elda yaqinda, Abdulhamid Uyg'urdek yurki qaynaydigan vatanparvar shoirimizmi? Hem şununga o'xshash Abdukim Mahsumdek vatan uchun ishqisak bo'ladi ekan deb endi bir kallasi uyg'onib vatanga mangimiz degan vaqtida uyg'ongan vaqtida ashlarni o'tdaganmi Abdug'ufur Ajimdek şu adamlar endi bir vatan uchun bir ish qilishimiz kerak ekan, bu yerda bizga ish yo'q ekan deb shu uyg'ongan odamlarimizni har xil yo'lda o'tdaganmi o'ttiribetga sababchi bo'lganlarmi shuni atrofidagi milliy munofiqlik qarindoshlar. Shuning uchun biz bu milliy munofiqlarni tozlamay turib, hem burungi tarixdagi xatosimizni tövbe qilmay turib, buningdan keyinmi reislarimizni, liderlarimizni qo'g'dayanmasa, keyinlikimiz yana shu bugungidek bo'ladi. Vatansiz yashaveramiz qarindoshlar, Alloh saqlasin. Shuning uchun bugun biz uyg'onishimiz
izlenişimiz hem en doğru yolda buluşumuz, aldı qaratmayışımız hemmadan mühim qarindaşlar. Şunun için bütün irimizni komünist tecavüzçü Xitayga karşı vatanımızın müstakilliği kılan, vatanımızı qarindaşını qutquzuş kılan doğrulaylı qarindaşlar. Bütün her bir düşüncemiz, aklımız, huşumuz, her bir iktisadımız, hamma narsamiz Allah yolda vatan qutquzuş qarindaşlar. İnşallah müşbete mansa halkara vaziyet şunu gösteriyor ki vatanımızın yakında müstakil buluşuda şek yok. Çünkü komünist tecavüzçü Xitay parçalarını çıkarıp mevatıdı. Komünist tecavüzçü Xitay parçalandı diyen gap xuddi tarixda Sovet İttifaqı parçalanğan deyken özlükidin Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan o'xshash devletler müstakil bo'lgandek bizning devletimizmi qarindoshlar müstakil bo'ladi degan gap qarindoshlar. Ama şu vatan müstakil bo'lguncha biz tayyor turmasak, ha? O'zimizning bir raisdan yanıga yig'ilmasak, mana bu yerda o'zimiz bir jon, bir tan, bir ruh bo'lmasak, qayda bo'ldi qarindoshlar? Komünist Xitaylar vatan Xitay parçalanıp ketsin, yana bizning vatanimizning beshiga o'zining milliy munofiqlarini sayfidan azizini tiklab qo'ygandek tiklaydi qarindoshlar. Kallamiz silkishimiz kerak. Xuddi Sovet İttifaqı parçalangandan keyin Qirg'iz, Qozaq, O'zbek, Tojikistonga Rossiya o'zining milliy munofiqlarini reis qilib qo'ygan qarindoshlar. Shundaq ağırlab turapmi, shulicha resmi mustaqil bo'lolmagan bir avtonomiya holatda yashagan qarindoshlar. Hala tehi Rossiyaninki etkisi, ya'ni ulan ta'sir tugamayotgan qarindoshlar. Bizmi o'yganmasak, kallamizni silkimisak, mana mushu Xitoyga va Jasturga bu davoni tatqizib qo'ysakchi, vatanimiz mustaqil bo'lgan taqdirdami, ya'ni qaytadan komünist Xitoyning changalib chiqib qolgan qarindoshlar. Şunun için biz en sağlam, en doğru, en dürüst olan, vatanımızın hakiki izbasarları olan, en az 3 evlat, hakiki Uygur olan, vatan için, millet için cenden, melden keçaleydiğen qarindaşlarımızın etrafında buluşmamız gerek qarindaşlar. Kemini qarindaşlar Abdüveli Buğrayxan çetelge çıkıp bu dava kılıç jarayonida qanchalik qiyinchiliklar tattık ko'rdinglar. Komünist Xitoyga karşı yüzümüz yalığız, piyoda minib 15 gün Türkiye'ninki paytaxt Ankara'ya kelish jarayonida putlarimiz qanab ketdi. Necha kun taladı yolda yattık. Zulüm anlatımız deb qarindoshlar. Türkiye kelgacha hatta bir qatim suiqasd oldu. Öttürimizde tapanchada tekkizanmadi, Allah hayatımızı saqlab qoldi. Ankara'ya kelib bütün reisler bilan kurashdik. Bütün zulümni anlattık qarindoshlar. Komünist Xitoydan, ha? Poyez kelgan vaqtida shu poyez qarshi hech qachon chiqarmadinglar. Men o'zim yolg'iz Xitoydan kelgan poyezdning oldini to'sdik. Ha? Türkiye devletimizga Xitoy bilan tijorat qilmanglar, poyezni o'tkazmanglar. Bugun Xitoyning poyezi kelsa, seschilikki, mehnatchilikki, keselchilikki, o'rganlik Xitoycha bugun vatanimizga bosqandek mushyaga bir keladi dedi qarindoshlar. Darvaqa shunda bo'ldi. Poyez kelgandan keyin nima ish bo'ldi? Xitoyning virus geldi. Virus kelgandan keyin nima ish bo'ldi? Butun dunyoda iqtisod cho'kdi qarindoshlar. Dünya akımına gitti. Onun için nima ish bo'ldi? Xitoy ilgirladi, hammaga cho'kdi. Butun dunyo qaytadan Xitoyning meli cho'kib ketdi qarindoshlar. Xitoy qaytadan xalqarada tushirishga boshladi. Xitoyning o'yini amalga oshdi. Biz shu poyez to'sqan poyez keyini ketgan bo'lgan bo'lsa, Xitoy bu o'yinini butun xalqarada o'ynayolmagan bo'ladi. Ammo buni butun dunyo keyin bildi. Mana shunga o'xshash biz tajovuzchi Xitoy hech kunduz bu o'ynaymadik. To'xta, og'zingni yum, harakat qilma desami, biz Allohning haqiqatni deymiz. Demasak tilimiz kuydi keyin. Desak o'zimiz kuysakmi kuyayli, ammo haqiqatni yetkazish majburiyatimiz keyin. Oxiratda jahannamda kuygandan dunyoda azobtasak, oxiratda Allohning jannatiga erishaylik deb haqiqat ustida mahkam turib, hech kimga setilmay, necha million, milliard pul veramiz biz setilmay, haq da'vo yo'lida mustahkam turib, qiynalsak bu da'voni qilib keldik qarindoshlar. Inshaalloh oxirgi taniqimizgacha biz bu da'voni qilib kelamiz. Meyli bir pın iqtisadımız kalmasa mı, kuşkumuz aç kalsa mı, taladı kalsak mı, biz bu davadan vazgeçmeyimiz qarindoshlar. Bizni hatta sulab Xitoyga ivativ temen desem biz yana köksümüze kirip durup, bizni öttersen müşeri ötte, Xitoyga appasan bizni öttürüp, hamın ölümüz senin kulağında öleyle. Biz asla Xitoyga ivatiran qog'ozga imzo atmayman deb, yani aqlanib Allah'ın bilan chiqdi qarindoshlar. Allah'a şükür yana bu davasimizni davom qilyapmiz. Bazı Uygurlar Türkiye'den, yani bir devletin çetelliği çıkıp veya çıkıp Türkiye'nin tillavatıdır.
Bazı Türkiye'nin hatalarını, doğrularını davet ediyor. Biz onda ögüzge çıkıp elip tılamadık kırındaşlar. Biz yanı müşahede durup hakikatini söz davetimiz kırındaşlar. Ögüzge çıkıp her kanday adam işte çanma tağlaydı. Ama hakikatini her kanday adı sözlüge vaktimizde andım biz bunun neticesini göreleyimiz kırındaşlar. Şunun için bütün dünyalık Uygurlarımı deydiğimiz herkes korkmalı. Bizde bir söz var. Toşkandık 1000 yıl yaşıgıça yolu bastık bir gün yaşa. Korkancak her gün oldu, yüreklik bir gün ölür deydi. Şunun için yürekimiz bilen korkma yaşaylı ki andım biz vatanımızı kutkuza alayımız. İgilgen baştaki yaşadığın kılıç köp karındaşlar. İnşallah igilmeyle bir Allah'a ilgili karındaşlar. Allah kalırsa çokum vatanımız yakını müstakil oldu. Bunun için teyyat oluş silahının ve bizim mecburiyetimiz. Ama mana şunda uyan keliversek, hayırlık erişiversek, münafık depi usul oynaversek, Xitay çıkarıp koygan, Xitay'nın sakçıları, istihbaratları hazır bu çeteli sözü derdik başı kulap gitti. Hem sayatı kıvettik yapırlar. Bunların keyinde mene versek akıbetimiz ne buludu? Halaket oldu kırındaşlar. Hem bütün dünyada yüzü sağlam sap durup, meyli alimi, üleması, ziyalisi, siyasetçisi, meyli beye kembigili, halkaradı bakiyadın abroyu tükülep, halkının aldı çıkanması olap koygan, kırındaşlar olsun minizdenler. İnşallah silahının kalbinin sağlam olsa biz birlikte tecavüz komünist Xitay'a karşı bu müstakillik davada birlik olamiz. Çünkü komünist Xitay'ın ki tarihten bu yan kollanavatkan işi. Hakiki sağlam Uygurlarımızga nemiş kıygan kapırlar, abroyun tükeş, iqtisadını ayırış, yetim kaldırış. Mana bu taktikleri kullanıp gelgen. İnşallah bu